Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Ushbu podkastimiz Vazirlar Mahkamasining 893-sonli qarorining sharhiga bag'ishlanadi. Ushbu sharhni olib borish uchun va savollarimizga javob berish uchun Husanova Dilnoza opani podkastimizga taklif qilganmiz. Ular Ijtimoiy himoya milliy agentligining mas'ul xodimi hamda ushbu qarorning mualliflaridan biri hisoblanadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilnoza opa, kelganingiz uchun rahmat. Va bizda bu qaror o'zi juda ham katta, 11 ta ilovadan tashkil topgan. Bizni qiziqtiradigan savollarni berib o'taman va albatta niyat qilamizki, bizni hamkasblarimiz ushbu ilovalarning barchasini o'zlari ham o'qib chiqishadi. Albatta, bugungi kunda bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'basi faoliyatida mazkur qaror hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-noyabrda qabul qilingan 185 sonli farmoni doirasida juda ham ko'plab yangi vakolatlar paydo bo'lgan. Aynan mana shu vakolatlar doirasida nafaqat bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'basi, balkim inson ijtimoiy xizmatlari markazini butun jamoasi, jumladan direktori, supervayzeri, ijtimoiy xodim, psixologi va yuristi, hatto operatori faoliyatida ham aynan mana shu qaror bilan bog'liq juda ham ko'plab yangi vakolatlar paydo bo'lmoqda va o'zimizga ham bu borada ko'plab savollar bilan chiqishadi. Harakat qilaman bugun qisqa valunda bu masalalarda oydinlik kiritishga. Yaxshi. Avvalambor keling, ushbu qaror o'zi chiqishiga nima sabab bo'ldi? Chunki oldinlari ham bu qarorlar har xil ilovalarda bor edi. Endi shularni birlashtirishga asosiy sabab nima bo'ldi? Va maqsadlari haqida gaplashsak. Hali aytganimdek, ushbu qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 185 sonli farmonida belgilangan yangi yo'nalishlarni, ijro mexanizmlarini belgilash. Juda ham to'g'ri aytdingiz, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni himoyalash sohasida juda ham ko'plab normativ huquqiy hujjatlar mavjud edi va ular aytganingizdek tarqoq holatda edi. Bir tomondan hozirgi kunda raqamlashtirish avjiga olgan davrda inson ijtimoiy xizmatlari markazida ko'rsatiladigan xizmatlarda yagona ijtimoiy himoya axborot tizimi o'rnini alohida ajratish hamda bu borada Vasi.uz faoliyati bilan bog'liq, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni himoyalash bilan bog'liq mexanizmlarda axborot tizimini tartibga solish bilan bog'liq ham zaruriyat bor edi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 82-sonli farmoni bilan agentlik paydo bo'lishi va uni tuman kesimlarda va viloyat kesimlarida o'zini tarmoqlari tarqalishi, shuningdek hokimiyat tarkibidan vasiylik va homiylik organining inson tarkibiga o'tishi ko'plab yangi vakolatlar, yangi majburiyatlar belgilanishiga sababchi bo'ldi. Shu bilan birgalikda aynan bu Vazirlar Mahkamasining 893-sonli qarori tarkibida jamlangan hujjatlarni o'zaro bir-biriga aloqadorligini, uzviyligini ta'minlash ham bir maqsad edi. Shu sababli bu qaror uzoq vaqt davomida tahrir qilindi va ko'plab qarorlar, masalan 2008-yilda 110-sonli qaror bor edi. Bu yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar haqida ko'plab davlat idoralarini vasiylik homiylik organiga xabar yetkazish haqida, bola haqidagi ma'lumotlarni. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 269, 739 kabi va boshqa hujjatlar aynan mana shu yangi hujjati qabul qilinishi bilan o'z kuchini yo'qotdi. Shuningdek, yangi bir faoliyat turlari ham belgilandi. Mani e'tiborim birinchi o'rinda qaratilgan narsa bu muqobil joylashtirish shakllarini yana ham kengaygani, ya'ni yangi muqobil joylashtirish shakllari paydo bo'ldi. Shularni qisqa tushuntirib o'tsangiz, qanday shakllar paydo bo'ldi va ularning bir-biridan farqi nimada? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida va amaliyotida yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirishni shartli ravishda ikkita katta turi bor. Bu bolalarni oilaga joylashtirish hamda bolalarni davlat tarbiya muassasalariga joylashtirish. Bugungi kunda mana shu ikkita katta guruhni taqsimlaydigan bo'lsak,
har doim bolani oilaga joylashtirish bu ilgari ham va bugungi kunda agentlikni asosiy bir ijtimoiy siyosatini markazida turgan masala bolani imkon qadar o'z oilasida saqlab qolish va agar o'zini oilasida saqlab qolish ilojisi bo'lmasa qarindoshlar davrasidan uzoqlashtirmaslik va qaysi resurs topilishidan qat'iy nazar bolani oila muhitida saqlab qolish, ya'ni oilaga joylashtirish bu ustuvor yo'nalish hisoblanadi va hatto inson ijtimoiy xizmatlari markazini shuningdek hududiy boshqarmalar faoliyatini muvaffaqiyati aynan bola o'z oilasida saqlab qolinsa, bola oila muhitidan uzoqlashmasa kabi mezon ularni faoliyatini samaradorlik ko'rsatkichi hisoblanadi. Bolani vasiylikka, homiylikka berish, bolani oilada tarbiyaga, patronatga berish hamda oilaviy bolalar uylarini tashkil etish orqali bolalarni mana shu oilaviy bolalar uylariga qisqa muddatli, uzoq muddatli hamda ixtisoslashgan shaklda berish bu joylashtirish shakllari ilgari bo'lgan bo'lsa-da, lekin aniqlik kiritish, qaysi insonlarga bu joylashtirish shakli oluvchi nomzod sifatida ko'rilishi mumkin va oilaviy bolalar uyini endilikda patronatdan nima farqi bor, qaysi toifadagi bolalar kimlarga beriladi hamda oilaviy bolalar uyida hozir aytganimdek bolalarni joylashtirishni imkoniyati kengayish bilan birgalikda oilaviy bolalar uyiga joylashtirilgan bolalarni toifasi ham kengaydi. Shuningdek, farzandlik bu shubhasiz eng ustuvor joylashtirish shakli. Aynan farzandlikka berish jarayonida ham o'zingizga ma'lum muayyan yangi mexanizmlar kirib keldi. Bularni barchasi bolalarni manfaatiga qaratilgan. Endi demak joylashtirishni qolgan bir ikkinchi turi, ya'ni tarbiya muassasalariga joylashtirish, amaliyotda buni biz institutsional muassasalar ham deymiz. Qonunchilikda bu ixtisoslashtirilgan tarbiya, tibbiy ijtimoiy bolalar uyi ilgari bu muassasa 0 yoshdan 3-4 yoshgacha va ba'zi bir holatlarda 7 yoshgacha yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan, psixojismoniy imkoniyatlarida muayyan muammolarga ega bo'lgan bolalar va ota-ona agarda farzandida nogironligi bo'ladigan bo'lsa, uni parvarish qila olmayotgan bo'lsa, mana shunday holatda g'amxo'rlik ko'rsatish maqsadida bolalar uyiga joylashtirilgan bo'lsa va bu muassasa davolash muassasasi edi, endilikda bu muassasa davolash muassasasi emas va rahbari ilgari bosh vrach bo'lgan bo'lsa, endilikda u bosh vrach emas, balkim ijtimoiy yondashuv bolalar uyiga ham kirib keldi, rahbari direktor bo'ldi va bu bolalar uyida endi bolalarni joylashtirilishi 0 yoshdan 4 yoshgachamgina deb belgilandi. Endilikda 4 yoshdan katta bolalarni bolalar uyida yashashi mumkin emas. Aniqrog'i bu bolalarni imkon qadar o'z oilasiga qaytarish yoki oila muhitida tarbiyalanishini ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Shuningdek, mehribonlik uylari faoliyati noinstitutsionallashib bormoqda va imkon qadar bolalarni kichikroq hajmdagi sharoitlarda oilaga yaqinlashtirilgan muhitda bo'lishi uchun yangi tizim kichik hajmli bolalar uylari kirib keldi va bu ham tarbiya muassasasi sifatida yuridik shaxs sifatida ro'yxatga olinadigan va bolalar uylari, mehribonlik uyi yoki muruvvat uyini filiali sifatida faoliyat yuritadigan yangi joylashtirish shakli sifatida namoyon bo'ldi. Umuman olganda mana shu joylashtirish shakllari hozirgi 890 sonli qarorda bolalarni joylashtirish, bolalarni qonuniy vakili kim bo'ladi endi kabi ko'plab o'zgarishlarga sababchi bo'ldi. Rahmat javobingiz uchun. Hozir mana joylashtirish shakllari haqida gaplashdik. Lekin ijtimoiy yetimlikni oldini olish yoki shu onalarga yordam berish yoki o'z bolasidan voz kechish arafasida turgan ayollarga ham qanaqadir ham yordam berish bo'yicha qanaqadir ishlar qilinyaptimi? Albatta, 185 sonli farmonda yangi tizim talabi qo'yilmoqda. Bu ham bo'lsa ilgari mehribonlik uylariga, bolalar uylariga agarda oila kam ta'minlangan bo'lsa, oilani qo'llab-quvvatlash maqsadida farzandini 1 yilgacha bolalar uylariga, mehribonlik uylariga joylashtirish amaliyoti bor edi. 185 farmon bilan bu amaliyot tugatilmoqda. Va mana shu nuqtai nazardan 893 sonli qarorning birinchi ilovasi bilan tasdiqlangan nizomda vasiylik va homiylik organining vakolatlari ichida
yangi majburiyat yuklanmoqda. Bu ham bo'lsa gatekeeping, ya'ni agarda ota-ona qiynalib qoldim, men bolamdan voz kechmoqchiman, bolamni vaqtincha topshirmoqchiman degan murojaat bilan keladigan bo'lsa, inson ijtimoiy xizmatlari markazi bu ayolni yoki ota-onani oilaviy vaziyatini kompleks baholash asosida oilada qanday xatar omillari bor, qanday resurslari yetishmayapti toki bolani oilada xavfsiz muhitda saqlab qolish imkoniyati bo'lsin degan nuqtai nazardan case managementni amalga oshiradi va oilada aynan mana shu xatar omilini bartaraf etish orqali bolani saqlab qolishga qaratilgan xizmatlarni ko'rsatish kerak. Va shu barobarida bolamdan voz kechmoqchi degan ayol mahalla kesimida tegishli xizmatlarni olib, qanoatlantirib, o'zini bag'rida farzandini saqlab qolish kerak. Agarda buni iloji bo'lmasa, ayol o'zini farzandi bilan o'zini oila muhitida bola uchun xavfsiz muhitda yashash imkoniyati bo'lmasa, 893-sonli qarorni bolalar uyi to'g'risidagi nizomiga ilova bo'lgan oilani qo'llab-quvvatlash xizmati haqidagi tartib mavjud. Mana shu tartibga binoan aynan og'ir hayotiy vaziyatda qolganligi sababli bolasi bilan qayerga borishini bilmagan, lekin o'zi bag'rida saqlab qolish istagi bo'lgan, qiynalib turgan ayollarga bolalar uylarida onalar maskani xizmati taklif qilinadi. Mana shu bolalar uyida 1 yilgacha bo'lgan muddatda 18 yoshdan kichik yoki 18 yoshdan katta bo'lgan onalar, u balkim homiladordir. Homiladorlikni 6 oylik davridan boshlab mana shu onalar maskaniga joylashtirilishi mumkin va onalar maskanida 1 yil davomida nafaqat ayol va bola boshpanaga ega bo'ladi, davlat ta'minotiga ega bo'ladi, balkim shu maskanga joylashishdan oldin oilani qo'llab-quvvatlash rejasida belgilangan xizmatlardan foydalanish, ya'ni psixologik ko'mak, onada onalik hissiyotlarini uyg'otish, mustahkamlash, kuchaytirish, onani onalik ko'nikmalariga o'rgatish, ya'ni bolasiga qanaqa parvarish qilish kerak, onalik mas'uliyatini qanaqa amalga oshirish kerak va majburiyatini, shularga psixologik pedagogik o'rgatiladi hamda bu davr mobaynida ayol kasbiy ko'nikmalarini ham o'zlashtirish uchun imkon qilib beriladi, ya'ni yaqin atrofda mavjud bo'lgan ta'lim resurslaridan foydalanib, balkim bu monomarkazdir, balkim yana qanaqadir qo'shimcha kurslardir, hunar o'rganishga, ishga joylashishga va hunar o'zlashtirish ish bilan band bo'lgan davrida muassasa ichidagi tarbiyachilar bolasiga qarab turishga yordam berishadi. Ayol borib o'qib, ishini bajarib, daromadini ham topib, o'z vaqtida shu bolalar uyida o'rnatilgan tartibga rioya qilgan holatda, ya'ni majburiyati ham belgilanadi. Mana shu xizmatlardan foydalanib 1 yil davomida o'zini iqtisodiy barqarorligini ta'minlash imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Bu amaliyot O'zbekistonda ilk bora uzoq yillardan beri kutilgan amaliyot va davlat muassasasida tashkil qilingan shelter hisoblanadi. Bilamizki 2024-yili bahor oylaridan boshlab Qozog'iston Respublikasini Ana uyi xalqaro jamg'armasi ham O'zbekistonda NNO sifatida o'z faoliyatini boshlagan va bizni bolalar uyidagi onalar maskani aynan yana davlat tomonidan kafolatlangan resurs sifatida xizmat qiladi. Endi hali aytib o'tganimdek, bugungi kunda Ijtimoiy himoya milliy agentligining ustuvor maqsadlaridan biri imkon qadar bolalar uyiga, mehribonlik uyiga tushmasin. Va hatto Ichki ishlar vazirligi tasarrufida bilamiz, voyaga yetmaganlar uchun ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlari bor. Bu deyarli barcha viloyatni markaziy shaharlarida mavjud va bu muassasa bolani 30-35 kungacha o'zini qaramog'ida bolani tarbiyalashi mumkin, lekin bu joylashtirish shaklini minus tomonlari ham bor. Bola u yerda 30 kun, balkim 45 kungacha qolib ketgan holatlarda ham ta'limdan ajralib qoladi. Va hatto imkon qadar bolani mana shu markazga joylashtirmaslik. Agar shunday bola aniqlandimi, darrov ijtimoiy xodim, bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'basi oilasini topib, oilasin bilan ishlab, ota-onaga qaytarish ilojisi bo'lmasa, demak, qarindoshlar oilasiga berishga bo'lgan harakat ham
oilani qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq ishini bir ko'rsatadi va shuni hisobiga umid qilamizki, bolalarni davlat muassasalariga joylashuvi kamayadi, bolani oilada yashashga bo'lgan huquqi ta'minlanadi. Bilamizki, eng yaxshisi hayotiy ko'nikmani bola oilada oladi. Demak, kelgusida bolani ijtimoiylashuvi, hayotga moslashuvi ham samaradorligi ko'rsatkichi ko'tariladi. Ya'ni mana shu yondashuv bu qarorimizni vasiylik va homiylik organini bir katta jamoa sifatida birlashib case managementni boshqa idoralar bilan hamkorlikda amalga oshiradigan muhim bir vazifasi hisoblanadi. Hozir mana deinstitulizatsiyani turli xil yaxshi tomondan qarab chiqdik desak bo'ladi. Ya'ni bolalarni o'z oilasida tarbiyalanishi va ularga o'sha oilada olinadigan har xil ko'nikmalarni olishi bu yaxshi, lekin mana avvallari bolalar mehribonlik uylarida davlat tomonidan monitoring qilib katta qilingan. Ya'ni man istagan paytim borib shu bolalarni nima qilayotganini bilolganman. Bu davlat tomonidan qarasa osonroq va ishonchliroq. Endi man agar hozirda bolalarni oilalarga tarqatsam, menda monitoring qilish imkoniyati kamayadi. Ya'ni man har doim ham bilolmayman bola nima bilan mashg'ul. Shu monitoring qanday yo'lga qo'yilgan? Birinchi savol. Va ikkinchisi, nima uchun davlat qiyin yo'ldan yuryapti? O'zi uchun, davlat uchun bu qiyin yo'ldek menga ko'rindida. Endi monitoring masalasida agar keladigan bo'lsak, ilgari ham mehribonlik uyida bolalarni monitoring qilish birmuncha qiyin edi. Aksincha, hozir ijtimoiy xodimlarni har bir mahallada paydo bo'layotgani hamda mehribonlik uylari faoliyati bu ular ilgari qonuniy vakil bo'lishgan bo'lsa, bolalarni qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish mehribonlik uyini ijtimoiy xodimi, direktori vazifasi bo'lgan bo'lsa, endilikda 893-sonli qarorni birinchi ilovasi, bolalar uyi to'g'risidagi nizomi, mehribonlik uyi to'g'risidagi nizomiga ko'ra endi bu muassasa ijtimoiy xodimi va direktori qonuniy vakil emas. Bu muassasani vazifasi bolalarni tarbiyalash, ta'minlash, xavfsizligini va rivojlanishini ta'minlash. Bu bolalar uyi, mehribonlik uyi joylashgan tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi endilikda qonuniy vakil va qonuniy vakil sifatida istagan paytida, aksincha yangi bir imkoniyat, istagan paytida bu muassasaga kelib, albatta rahbariyat bilan kelishilgan maqsadli ravishda monitoring qilish imkoniyati bor. Va ikkinchi bir masala, ilgari bolalar muassasaga joylashtirilayotganda maqsad joylashtirish edi. O'qisin, tarbiyalansin, qorni to'q bo'lsin. Lekin hozir faqat unaqa emas. Bola mehribonlik uyiga joylashtirilayotganda individual rivojlanish rejasi yoki individual integratsiya rejasi bilan birga kirib keladi. Bolani bolalar uyiga, mehribonlik uyiga joylashtirish yakuniy chora sifatida ko'riladi va ijtimoiy xodim undan oldin shunaqa ishlarni qilish kerakki, nima qilsam bolani oilasida saqlab qolaman, nima qilsam bolani yoki vasiylik yoki patronat yoki oilaviy bolalar uyiga beraman toki bola mehribonlik uyiga tushmasin degan vazifani oldiga qo'yadi va ilojisi bo'lmaganida yakuniy chora sifatida rejani bir bosqichi sifatida mehribonlik uyiga joylashtiriladi. Hamda bolalar uyi mehribonlik uyiga joylashtiriladi, bola kichik hajmli bolalar uyiga joylashtiriladi-mi? Demak, shu tumanni inson ijtimoiy xizmatlar markazi rejada nima bandlar belgilangan? Balkim vaqt o'tib ota-onasi insofga kelganidan keyin ota-onasiga qaytarish. Uzoq qolib ketmasin bolalar uyida, mehribonlik uyida yillab qolib ketmasin. Keyingi balkim omadli bolani kayfiyatiga, bolani xohishiga to'g'ri keladigan, baribir bolani oilaga berganda har ikki tomonni bir-biriga ko'ngildan mehri tushishi ham muhim. Balkim bola undan oldin unga taklif qilingan vasiy homiy oila ma'qul kelmagandir. Balkim mehribonlik uyida yashab yurgan paytida boshqa yaxshi nomzod chiqar, tili-tiliga tushar, qo'yni-qo'yniga tushar. Keyingi baribir oilaviy muqobil shakliga berib yuborilishi kerak, toki bola muhim hayotiy ko'nikmani olsin. Endi ilgari mehribonlik uylarida
bolalar soni juda ham ko'p bo'lardi va bu jamoatchilik muhitida tarbiyalanish qanchalik tarbiyachilar tomonidan tarbiyaviy imkoniyat yaratilmasin, oilaviy muhit, uni boqayotgan insonga nisbatan hissiy bog'lanish imkoniyati to'kis bo'lmaganligi sababli hayotiy ko'nikmalarni o'zlashtirishda ko'plab qiyinchiliklarga uchragan va o'zingiz ham yaxshi bilasiz, mehribonlik uyini bitirgandan so'ng hayotga moslashishi, keyinchalik hatto oliy ta'limda unga oldiga qo'yilayotgan majburiyatlarni man bajarishga majburmanmi degan har xil qiyinchiliklarni natijasida oliy ta'limni ham tashlab ketadigan holatlar ko'p bo'lgan. Bu ham mehribonlik uyini salbiy o'ziga xos oqibatlari. Va mehribonlik uyida endilikda bolani mulkiy huquqlari, uni ijtimoiy maqomini belgilash bilan bog'liq va bugungi kunda 185-sonli farmon va 893-sonli qarori tegishli belgilangan nizomi bilan yoshlarga hamrohlik dasturi belgilandi. Mana shu yoshlarga hamrohlik dasturini asosiy bir obyekti sifatida mehribonlik uyi va kichik hajmli bolalari, shu jumladan so'z bolalar mahallari, bitiruvchi tarbiyalanuvchilariga bir alohida e'tibor qaratiladi. Bu ham bo'lsa oliy ta'limga anglab bilimini kuchaytirib tayyorlansin, toki ertaga oliy ta'limda o'qiyotganda bilimi mustahkam bo'lsin. Nimaga? Chunki yangi bir imkoniyat berildi yoshlarga. 185-sonli farmonda belgilanishicha, agarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan yosh yigit qizimiz oliy ta'limni oxirigacha bitirsa va u o'zini salohiyati qiziqishi doirasida davlat xizmatiga tanlovsiz ishga qabul qilinishi mumkin. Bu yoshlarimizga juda ham yaxshi imkoniyat. Shuning uchun qaysi joylashtirish shaklida bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa mehribonlik uyi bitiruvchilari da juda ham yaxshi bir imkoniyat bor. Bu yoshlarga hamrohlik dasturlari doirasida o'zini kelajakka mustahkam tayyorlash. Bu masalada demak mehribonlik uyini alohida bir yana majburiyati mustahkamlanadi. Hozir aytib o'tdingizki, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari endi bolani asosiy vasiylaridan biri hisoblanadi. Bu shartnoma qanday tuziladi? Ya'ni ota-ona bilan yoki vasiy ota-ona bilan qanday tuziladi va kim nimaga mas'ul? Qonuniy vakillik bu man bu bolani ota-onasini o'rnini bosuvchi shaxsman degani. Farqlashimiz lozim. Bolani vasiylikka, homiylikka olgan vasiy va homiylar bolani to'g'ridan to'g'ri qonuniy vakili. Ya'ni inson ijtimoiy xizmatlar markazi vasiy homiylikdagi bolalarni har 3 oyda monitoring qiladi ijtimoiy xodimlari, lekin asosiy imzo qo'yish huquqi qayerdadir, ya'ni davlat idoralarida va boshqa joylarda bola manfaatini himoya qilish mustaqil huquqi bu vasiy homiyda bo'ladi. Lekin bola agarda patronatga beriladigan bo'lsa, ya'ni tutingan foster oilani bitta shakli bu patronat, boshqa shakli oilaviy bolalar uyi. Mana shu patronatga yoki oilaviy bolalar uyiga berilgan bola gina ijtimoiy shartnoma bilan joylashtiriladi. Va bu tutingan ota-onalar bolani qonuniy vakili hisoblanmaydi. Bu patronatga olgan, oilaviy bolalar uyiga olgan tutingan ota-onalar ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi shaxslar hisoblanadi. Va hali aytganimdek, inson ijtimoiy xizmatlar markazi, ya'ni ko'pincha sho'balarimizda savol bo'ladi, kim joylashtiradi bolani, shartnomani kim tuzadi? Bola doimiy yashab turgan joyi yoki ro'yxatdan o'tgan, vaqtincha ro'yxatdan o'tgan joyi bo'yicha yoki aniqlangan joyi bo'yicha inson ijtimoiy xizmatlar markazi bolani qonuniy vakili hisoblanadi. Qayerda tutingan oilada joy bo'ladigan bo'lsa va bola o'sha yerga borish xohlasa, demak o'sha tumanidan qat'iy nazar qayerda tutingan ota-ona mavjud bo'lsa, o'sha tutingan ota-ona bilan shartnoma tuzish orqali bolani oilaga beradi. Ya'ni qayta yana aytaman, chunki sho'balarimizda ko'p savol bo'lyapti, yangicha yondashuv bo'lgani uchun. Masalan, tutingan oila Chilonzor tumanida yashaydi. Lekin bola Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aniqlandi.
o'sha Chilonzordagi tutingan oilada joy bor ekan, yoki u qarindoshi ekan patronatga, yoki u oila bolalar uyiga olmoqchi bo'lgan odam ekan, shu bolaga ma'qul bo'ldi shu oila, bermoqchiman, shartnomani kim tuzadi degan savol bor. Yangi yo'lda agarda bola ro'yxatda turgan bo'lsa, doimiy ro'yxat, umuman propiska bo'yicha qonunchiligimizga ko'ra ota-ona ro'yxatdan o'tgan joy bolani doimiy yashash joyi hisoblanadi. Demak, bolani doimiy yashash joyi yangi yo'lda bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha yangi yo'lda vaqtincha ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, demak yangi yo'l inson ijtimoiy xizmatlar markazi shartnomani bitta tomoni bo'ladi, direktor imzolaydigan. Chilonzordagi bolani qabul qiladigan tutingan ota-ona ijtimoiy shartnomani imzolovchi ikkinchi tomon bo'ladi va bolani qabul qiladi. Bola keyin yangi yo'ldan Toshkentdagi Chilonzor tumaniga olib kelinganda, Chilonzor tumanida joylashgan tutingan oila va xonadonda joylashgan inson ijtimoiy xizmatlar markazi, ya'ni Chilonzor keyinchalik bolani qonuniy vakili bo'ladi. Ya'ni bolani bu joydan joyga ko'chib o'tishida qonuniy vakillik ham roli o'zgaradi. Yangi yo'l qonuniy vakillik vazifasini Chilonzorga topshiradi. Ya'ni kes periadresatsiya deymiz, keyingi joyga joylashtiriladi. Va mehribonlik uylariga joylashtirish, bolalar uylariga joylashtirish u faqat inson direktorining qarori bilan. Ijtimoiy shartnoma haqida bu joy bilan bog'liq fikr, gap, so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir mana shu kontekstda yana bitta savol kelib chiqadi. Talabgorlar juda ham ko'p. Oilaviy bolalar uyini ochaman degan talabgorlar juda ham ko'p. Lekin hammaga ham bola yetmaydi. Shunda ustuvorlik kimga beriladi? O'zi bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunda ham, xalqaro bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada ham shunaqa normalar borki, har bir bola o'zi kelib chiqishini bilish kerak. O'zini oilasini bilish kerak, ota-onasini bilish kerak va yaqin qarindoshlarini ko'rishib, uchrashish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bizning qonunchilikda masalan Toshkentdagi bolani Qoraqalpog'istonga berib bo'lmaydi, Surxondaryoni Toshkentga berib bo'lmaydi degan normalar yo'q. Lekin yaqinda ham bir murojaat bo'ldi, norozi kayfiyatdagi murojaat bo'ldi. Surxondaryo viloyatida oilaviy bolalar uyi ochildi. Bugungi kunda haqiqatda aytganingizdek, oilaviy bolalar uyini ochuvchilar juda ham ko'p. Hozirgi kunda ochilgan resurs oilaviy bolalar uylarimiz bo'sh turibdi. Bu oilalar ularni darrovgina to'ldirish uchun tuzilmagan, ular resurs. Hayot ertaga bilib bo'lmaydi. To'satdan qayerda baxtsiz hodisa bo'lishi mumkin, qayerda bola ota-ona qaramasiz qolishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Aynan mana shu oilaviy bolalar uylari resurs sifatida xizmat qiladi va oilaviy bolalar uyini ochgan nomzod Toshkentga kelyapti, Samarqandga kelyapti, boshqa joyga beryapti, menga bola beringlar. Nimaga o'sha yerda bola bor-ku, menga bermayapsizlar? Qayerda yozilgan? Nimaga bizani xafa qilyapsizlar? Nima? Samarqandlik bolani Surxondaryoga berib bo'lmaydimi? Endi bu insonga aynan har bir bolani o'zini yaqin qarindoshlari bor. Bizada Xudoga shukr, tinchlik zamonida unaqa yetim, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarimiz ko'p emas va deyarli har bir bolani bolalar uyida bo'ladimi, So'z bolalar mahallasida bo'ladimi, masalan Samarqand, Urganch, Toshkentda oladigan bo'lsak, deyarli har bir bolani qarindoshi bor. Mana shu muassasaga, masalan Samarqand So'z bolalar mahallasida yaqinda rahbari bilan ham gaplashdim. Menda 100% hamma bola samarqandlik. Samarqandning butun barcha tumanlaridan qarindoshlar keladi, ko'rishib turadi. Ya'ni haligi gapirgan gapim. Bolani boshqa viloyatga berish mumkin emas degan joyi yo'q. Lekin bola manfaati masalasida bolani qarindoshlari bilan ko'rishish imkoniyatini uzoqlashtirmaslik o'zi kerak. Agar Samarqandda buvisi, xolasi, tog'asi ko'rib turadigan bolani biza tabiiyki Surxondaryoga berib yuboradigan bo'lsa, demak bolada qarindoshlarini ko'rish imkoniyati uzilib qoladi. Shu sababli ham mana shu oilaviy bolalar uyi ochganlar imkon qadar o'zini hududida qachonki bola paydo bo'lib qolsa, mana shu bolani vaqtincha joylashtirish uchun yo uzoq muddatli joylashtirish uchun sharoit sifatida tayyor bizda turibdi. Va bu oilaviy bolalar uylariga albatta ularning huquqlari ham bor. Vazirlar Mahkamasining 893-sonli qarorining 3-ilovasida nomzodlarni hisobga olish va keyinchalik oilalarni monitoring qilish tartibida ko'rsatilgan.
Bu shaxslar qo'liga yo'llanma beriladi. Yo'llanma bilan bolalar uyiga borish mumkin, mehribonlik uyiga borish mumkin yoki boshqa joylardan bolalarni olishi mumkin. Lekin mumkin degani bu shart degani emas. Va har doim biz to'g'ri tushuntirishga harakat qilamiz. Shu imkondan foydalanib, bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'balari o'zini hududida oilaviy bolalar uyi ochdimi, mana shu tutingan ota-onalarga to'g'ri kutilmalarni shakllanishiga yordam berish kerak. Man istagan joyga borib bolani olib ketishim mumkin degani emas. Masalan, so'z bolalari mahallalari ham bu nodavlat tarbiya muassasasi. U yerda bolalar kichik yoshidan bir oila bo'lib shakllanib qolgan. So'z bolalar mahallasini ayniqsa bir siyosati bor, bolani imkon qadar ko'chirilishiga yo'l qo'ymaslik. Bola bitta oilaga kirdimi, shu oiladagi tarbiyachi onasini ona o'rnida ko'rsin. Shu onaga uzoq yillar davomida katta bo'lib hissiy bog'lansin. Toki hissiy bog'lanish bilamiz, bolani men kim uchundir kerakman. Mani bog'langan insonim bor, men uchun qayg'uradigan insonim bor degan juda ham mustahkam psixologik fundamentni beradi. Va mana shu oilaga o'rgangan bola hammasi ham bu oiladan ketishni xohlamaydi. Birinchi o'rinda bizga bolalarni istagi. Agar bola men bormayman boshqa joyingga, men faqat shu oilada o'saman deb anglab javob beradigan bo'lsa, biz uchun bolani istagi muhim. Va majburlab, yo'q, naryoqda oilaviy bolalar uyi ochilibdi, o'sha yoqqa ketishing shart deya olmaymiz. Sababi bu bola keyingi oilaga borganda uni nafaqat geografik muhiti o'zgaradi. Insonlar bilan muloqoti, qarindoshlar bilan muloqot uzilishi, yangi geografik muhitga borgandan keyin o'tdan chiqib, barib orqaga qachondir qaytib keladi-yu. Samarqandlik bola Surxondaryoda qolib ketaman deshi bu o'zini istagiga bog'liq. Lekin yo'q deydi ko'pchilik. Mani Samarqandda uyim bor, mani Samarqandda buvim, xolam bor, men Samarqandga albatta faqat qaytaman deyishi bor. Shuning uchun kelgusida bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning ham prognozini albatta inson ko'zda tutish kerak. Rahmat javobingiz uchun. Biz yaqinda Latviyaga borganimizda bir bolalar uyini xodimi bilan gaplashib qoldim va bizda qilingan islohotlar qanchalik bola manfaatini o'ylab qilinganini va hozir undan keyin juda ham yaxshi tushundim. Chunki ularda hali ham shu muassasalarda bolalarni saqlash tartibi bitta muassasada 10 tagacha bola saqlanadi va eng yomon tarafi tarbiyachilar almashishi. Ya'ni shu 24 soat bitta tarbiyachi, keyin boshqa tarbiyachi va shu 5 tadan 8 tagacha bo'lgan tarbiyachi, ya'ni shu oilaga kelib almashib turishi. Ya'ni bularda bog'langanlik yo'qligi juda ham ko'zga tashlandi. Bolalar bilan ko'rganingizda ham bu narsa sezilib turadi. Va bu yerda oila institutini yo'qligi ham juda ham sezildi. Shuning uchun bu tartib bolani manfaatini o'ylab qilingani sezilib turibdi hozir. Shu tilobar bitta izoh qo'shib ketaman. Albatta, endi siz hozir Latviyadagi qaysi joylashtirish shaklini nazarda tutyapsiz, lekin bizda hali aytib o'tganimdek kichik hajmli bolalar uyi. Bu ham mehribonlik uyidan ancha yaxshi. Lekin baribir bitta tarbiya muassasasining ko'rinishi. Chunki bilasiz, kichik hajmli bolalar uyi tarbiya muassasasi sifatida qaysidir muassasa filiali hisoblanadi. Bugungi kunda mehribonlik uylarini filial sifatida ancha rivojlanmoqda. Lekin ichida 8 ta 10 ta bola tarbiyalanayotgani bir tomondan quvonarli, bolalar soni kam. U yerda individual yondashish imkoniyati bor. Lekin ikkinchi tomoni bu ham institutsional muassasani bir ko'rinishi, bir yakuniy chora sifatida bizga bir resurs. Chunki har qanday bola ham oila muhitida moslashib keta oladi deya olmaymiz. Shunaqa ba'zi bir bolalar bo'ladi, bu bolalarda daydilik sindromi deymiz yoki oila muhitidagi o'sha devor, chegaralar, munosabatlarda siqilib qoladigan, men erkinlikda yashashni xohlayman degan bir bolalar bo'ladi yoki tutingan oilalarga o'zini qaysidir bir xususiyati sababli moslasha olmaydigan bolalar bo'ladi. Mana shu bolalarimiz uchun kichik hajmli bolalar uyi bor. Va bu yerdagi tarbiyachilar ishlash prinsipi xuddi siz aytgandek. Ertalab bittasi keladi tarbiyachi, kechgacha u o'zini majburiyatini bajaradi, kech payt boshqa tarbiyachi qabul qilib oladi va ertasi shu tariqa
bir tomondan tarbiyachilarda kasbiy kuyishni oldini olish, ikkinchi tomondan bu tarbiyachilarning o'zini oilasi bor, o'zini xonadoni bor, o'zini bola chaqasi bor, hayot tarzi bor. Ularda mehnat hamda dam olish imkoniyati bor va uchinchi tomondan bu kichik hajmli bolalar uyida tarbiyachilar bunaqa almashinuvi albatta hissiy bog'langanlikka putur yetkazishi mumkin. Lekin buni yaxshi bir tomonlari ham borki, kichik hajmli bolalar uyi jamiyatga integratsiyalashuv imkoniyati kengroq. Gruziyada ham biz ko'rib keldik, kichik hajmli bolalar uyi aksariyat holatlarda bu muruvvat uyiga joylashtiriladigan psixi jismoniy rivojlanishida og'ir muammolari bo'lgan bolalar uchun ko'proq ixtisoslashgan va umid qilamiz kelgusida O'zbekistonda ham kichik hajmli bolalar uyi asosan muruvvat uyini filialiga aylanadi. Va imkon qadar bu kichik hajmli bolalar uyi ichida tarbiyachi, koordinator bo'ladimi? Bu bitta oila ko'rinishida bo'lishi kerak. Hamda ta'lim muassasalari, tibbiyot muassasalari xizmati jamiyatda integratsiyalashgan bo'lib, bola o'sha ko'pchilikka qo'shilish imkoniyati bo'lishi kerak. Ya'ni bizada bugungi kunda kichik hajmli bolalar uyini talabi ham shundaki, bu bola yon atrofdagi maktabga xuddi oddiy oilaning bolasi kabi chiqsin. Yonidagi poliklinikaga xuddi oddiy oilaning bolasi kabi tibbiy xizmatlardan foydalansin. Bu esa bu uni uyi. Lekin bu ham vaqtincha. Bolani marhamat agar o'z oilasiga qaytarish iloji bo'lsa, kichik hajmli bolalar uyidan chiqarilib ham bola oilasiga qaytishi mumkin. Boshqa bir oilaga ham berilishi mumkin. Siz hozir mana hissiy kuyish haqida gapirib o'tdingiz, tarbiya qiluvchi shaxslarni. Oilaviy bolalar uyida ham bular ham tarbiya qiluvchi shaxslar, ya'ni bu biologik ota-ona emas va ularda ko'p bolalar almashinuvi ham bo'lishi mumkin. Misol uchun qisqa muddatli oilaviy bolalar uyini ochgan bo'lsa, ya'ni bola keladi, ketadi, shu tarzda bo'ladi. Ularni hissiy kuyishi bilan qanaqa kurashamiz? Albatta, tutingan oilada bu ertayu kech, kunu tun nafaqat o'zini bola chaqasini tashishi bilan yashaydi tutingan ota-onalar, ayniqsa o'zini voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa va o'zini ro'zg'or tashishi bor. Albatta, tutingan ota-ona uyda bolani faqat qarab o'tirmaydi. Davlat ishida ishlasa, marhamat, davlat ishiga ham borib keladi. Chunki tutingan oila bu xuddi oddiy oila. O'zimiz ham farzandimiz bor. Ertalab bog'chasiga, maktabiga qo'yamiz, ishga kelamiz, kech payt yana kirib kelamiz, onamiz, otamiz, mehrimizni, vazifamizni bajaramiz. Bundan tashqari tutingan oilalarda ikki hissa majburiyat. Albatta, bu tutingan ota-onalarda kasbiy kuyish ehtimoli bo'lishi yuqori. Shu sababli ham oilaviy bolalar uyi to'g'risidagi nizom 2022-yilda Milliy gvardiya tomonidan qayta ko'rib chiqilganda, albatta o'sha an'ana hozir ham saqlab qolindi. Tutingan ota-onalarni yilda bir marta sanatoriyga borib dam olish imkoniyatlari mavjud va Inson ijtimoiy xizmatlari markazi o'zini tumandagi oilaviy bolalar uylarini nafaqat tutingan bolasi, balkim biologik bolasini ham biror madaniy tadbirlarga, ko'ngilochar tadbirlarga olib borishadi. Bu ham hali aytganingizdek, tutingan ota-onalarni kasbiy kuyishini oldini olishga xizmat qiladi. Shuningdek, bilasiz, Inson ijtimoiy xizmatlari markazida psixolog bor. Bu psixologning majburiyatlaridan biriga yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oilada saqlab qolish, kattalar va bolalar o'rtasida agarda ota-ona farzand munosabatlari tizimida bo'shliq, muammo, kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, psixologlarimiz yordami ko'rsatiladi. Shu jumladan tutingan ota-onalarimiz agarda qaysidir bir bola bilan til topisha olmayotgan bo'lsa, bu hayot tarzidan charchab kimgadir dardini yorgisi keladigan bo'lsa, albatta psixolog mana shu holatda ham tutingan oilani barqarorligini saqlab qolishga yordam berish kerak. O'zi kasbiy kuyish qaysidir darajada stressni natijasi. Mana shu kasbiy kuyish bilan o'zimiz ham mustahkamlanamiz. Ijtimoiy himoya tizimidagi har bir xodimda, sizda ham, menda ham kasbiy kuyish bor. Kasbiy kuyish bizani charxlaydi. Kasbiy kuyish bizni yana ham o'zimiz ustimizda ishlashimizga bir sababchi bo'ladi, muhimi yordamchimiz bo'lsa bo'ldi. Mana shu yordamchi insonda bor.
Yaxshi. Hozir mana ta'til haqida gaplashdik. Tug'ruq ta'tili haqida ham gapirib o'ting. Buni kim oladi va qanday tartibda bo'ladi? Tug'ruq ta'tili faqatgina farzandlikka oluvchilarda bor. Oila bolalar uyida bunisi yo'q. Shu o'rinda aytib ketaman, oila bolalar uyi ya'ni tutingan foster oila to'g'risidagi nizomimizda bu foster oilaga 0 yoshdan 18 yoshgacha bola joylashtirilishi ko'zda tutilgan. Lekin 0 yoshlik bola agar joylashtiriladigan bo'lsa, bu tug'ruq ta'tili nazarda tutilmagan, sababi u biologik ota-ona bilan tenglashmaydi. Albatta har qanday oilaga masalan chaqaloq paydo bo'lib qolsa bermaymiz. Masalan bir xil shunaqa onalar bor, uyda o'tirishadi. O'zini o'zi band qilmagan. Mana shu oilalarga albatta bilib, bu oila chaqaloqni olaman deydi, bir xillar yo'q, menga chaqaloqing kerak emas, menga kattaroq bolani ber deydi. Ya'ni har bir tutingan ota-onalarimiz masalan bu Abdullayeva Dildorani oilasi faqat qisqa muddatliga oladi. Bilamiz oldindan, chunki oila bolalar uyini ochish haqidagi hududiy boshqarmani qarorida Abdullayeva Dildorani xonadonida qisqa muddatli va uzoq muddatli hamda ixtisoslashgan xizmat ko'rsatuvchi shaklida bola beriladi degan rezolyutsiya qismida band ketadi. Va men bilamanki, qaysi bir oila 0 yoshdan oladi, uyda o'tiribdi. Chaqaloqni ham qariydi. Demak, bunday oilaga biz tug'ruq ta'tili bermaymiz. Lekin bilasiz, bola farzandlikka berilgandan keyin bolani qabul qilgan oila farzandlikka olgan shaxslar biologik ota-onalarni huquqlari bilan tenglashadi. O'zini tuqqan bolasi bilan qabul qilgan bolasi ham huquqida keyinchalik hatto merosxo'r sifatida huquqida ham biologik bola bilan tenglashadi. Va qonunchilikda shunaqa norma bor. Farzandlikka olganlar bolani 1 yil ichida tug'ilgan kun, oy, yilini o'zgartirishi mumkin. Va ko'pincha bolani farzandlikka olganlar shu bola xuddi meniki bo'lsin, o'zimniki bo'lsin degan har xil o'y xayollari bor. Tug'ilgan sanasini o'zgartirishadi. Va tug'ilgan sanasi masalan bugun sud qarori chiqdi, bugun tug'ildi degan band ketadigan bo'lsa, mana shular tug'ruq suyunchi pullarini, ta'tilini olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. U yerda chegara yo'qmi? Yosh chegarasi? Yo'q, yosh chegarasi masalan biologik holatda 50 yoshlik ayol ham tug'ishi mumkin. 60 yoshdagi ham bolalarga nisbatan misol. Bola agarda u chaqaloq bo'ladigan bo'lsa, faqatgina shu holatda tug'ruq va dekret deymiz, o'sha ta'tilni berish mumkin. Tabiiyki masalan bizda 3 yoshli bolamiz bo'lsa, 3 yoshli bola keldi-da, bizga berishmaydi tug'ruq ta'tilini. Xuddi shunga o'xshagan analogiyada bu. Bizga sho'ba mutaxassislaridan ham savollar kelib tushgan. Shu savolni hozir o'qib eshittiraman. Nima sababdan vasiylik va homiylikka oluvchi nomzodni dispanserlardan ma'lumot olinyapti-yu, lekin bola bilan boshqa yashovchi oila a'zolaridan bu hujjat olinmayapti degan savol kelib tushgan. Menimcha bu yerda ozgina talqin xato ketgan deb hisoblayman. Yaqinda Vazirlar Mahkamasining qaroriga 126-sonli qaror qabul qilingani munosabati bilan ba'zi bir qonunchilik hujjatlariga o'zgarishlar kirdi. Shu jumladan endilikda bolani vasiylikka va homiylikka oluvchilar oilaviy poliklinikadan VKK xulosasini berishmaydi. Lekin dispanserlarda albatta ma'lumot olishadi. Va yana bir ma'lumot, buni bilasiz, bir necha yillardan beri narkologiya dispanserida va ruhiy asab kasalliklar dispanserida turganlik bu MyGov orqali elektron tartibda dispanserga bormasdan turib ham ma'lumot olish mumkin. Ya'ni hisobda turgan, turmaganlik haqidagi ma'lumot chiqib keladi. Lekin joylashtirish shaklidan qat'iy nazar vasiy, homiy, tutingan ota-ona bo'lmoqchi, farzandlikka olmoqchi bo'lgan shaxslar albatta teri-tanosil dispanseriga borib, analizlar topshirib, ma'lumotini olish kerak. Sil kasalliklariga qarshi kurashish dispanseridan ham joylashtirish shaklidan qat'iy nazar borib ma'lumotlarni olish kerak. Xuddi shu tariqa masalan patronat masalasida agar oladigan bo'lsak, u oilaviy bolalar uyi bo'ladimi, u farzandlikka oluvchi bo'ladimi? Albatta oilaviy poliklinikadan VKK xulosasini olishi shart. Faqatgina VKK xulosasi, yana qaytaraman,
vasiylik homiylik holatida talab etilmaydi. Albatta bu yangi norma o'zimizni inson ijtimoiy xizmatlar markazini takliflari bilan bo'ldi, chunki vasiylik homiylikda endi ko'pincha bilasiz, mehnat migratsiyasiga ota-ona ketganligi sababli farzandi qarovsiz qolmasligi uchun rasmiylashtiriladi. Shunda bobo buvilar, xola tog'alar, "Man doktor yurib charchadim, ortiqcha hujjat" degan gaplar ularni e'tiroziga sababchi bo'lib izohlab berilgandan keyin mana shu VKK xulosasini olish faqatgina vasiylik homiylikka bekor bo'ldi. Endi o'zi bu VKK xulosasi ham kerak aslida. Nimaga? Sababi VKK xulosasi bilan inson masalan og'ir kasallikka duch kelmaganmi? Masalan biz o'zimiz agarda bizani majbur qilishmasa o'zimizcha doktorga bormaymiz. Doktorga borish bu bizani sog'lig'imizni bir tomondan tahlil qilib olishimiz. Men o'zimni bolam uchun ham o'zim uchun ham saqlashim kerak ekan. Ya'ni vasiylik homiylikdagi shaxs o'zini kasalini biladi, bolasi uchun ham o'zi uchun ham ertaga taraddudini ko'radi davolanishi. Bu endi norma olib tashalgan bo'lsa-da, lekin bilasiz, joylashtirish shaklidan qat'iy nazar bu oilaga berilgan bolalar dispanserizatsiyadan yilda 2 marta o'tadi. Mana shu o'tganda nomzod ham baribir oilaviy poliklinikaga borgandan keyin o'zim ham bir ko'rinib ketay deydi doktordan. Baribir keyinchalik vasiy homiy sog'lig'i masalasida aniqlik kiritish shart. Nimaga? Chunki o'zi betob bo'lib, o'zini kunini zo'rg'a ko'ryapti, o'zini zo'rg'a eplab yuribdi. Bola unga og'irlik qiladigan bo'lsa, ehtimol uzoq davolanadigan, больницада yotib qoladigan holat bo'lsa, yana bolamiz qarovsiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun keyinchalik baribir vasiy homiylarimiz bolasi bilan dispanserizatsiyadan bir o'tganda poliklinikadan aylanib o'tsa, har qalay u ham o'zini kerakli davolash choralarini ko'radi. Hozir sho'ba mutaxassislaridan kelgan yana bitta savol bor, shuni ham o'qib eshitiraman. Bu yerda yozilishicha, Vazirlar Mahkamasining shu 893-sonli qarori 5-bandi G kichik bandiga asosan ota-onalar ulardan biri bolaning yaqin qarindoshlariga u bilan ko'rishib turishni rad etgan hollarda, agar yaqin qarindoshlari bilan ko'rishish bolaning manfaatlariga zid bo'lmasa, ota-onani bunday ko'rishib turishga to'sqinlik qilmaslik majburiyatini yuklash belgilangan. Agar bolaning yaqin qarindoshlari Jizzax viloyati Arnasoy tumanida yashasa, bolalar ona bilan birga Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida yashasa, bolalar bilan ko'rishib turish tarbiyasida ishtirok etish bo'yicha qarorni qaysi tuman chiqarib majburiyatni yuklaydi degan savol. Bu bizani vasiylik va homiylik organlarimizda juda ham ko'p uchraydigan savol va qiynaydigan savol. Afsuski, ota-onalar, er-xotinlar ajrashgandan keyin men ajrashdim bo'ldi, bola meniki, o'zim bilganimni qilaman degan munosabatda bo'lishadi va bu bilan ular o'sha narigi ikkinchi tomon endi qo'shtirnoq ichida dushman tomonga mana senga bola orqali sendan alamimni olaman degan bir noto'g'ri munosabatda bo'lishadi va unutishadiki, bola bu kurashish quroli emas. Bola ikkinchi tomondan buvini ham, dodani ham, amakini ham, xolani ham, tog'ani ham, o'sha adasini ham, o'sha kim uchundir yomon onasini ham sog'inadi, yaxshi ko'radi. U kattalar o'rtasidagi nizolar. Oila kodeksining 77-moddasida haqiqatda vasiylik va homiylik organi buva-buvalar va boshqa yaqin qarindoshlar ota-onadan biri ikkinchi tomonni qarindoshlariga ko'rsatmagan holatda ko'rsatish bilan bog'liq nizoni yaxshilikcha kelishish bilan bog'liq majburiyati bor va oila kodeksida qaror degan so'zi ketgan. Lekin bu ko'pincha bizni inson ijtimoiy xizmatlari markazi ba'zan sudlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinadi. Buva-buvalar bilan ko'rishish uchun vasiylik va homiylik organi qaror chiqarmaydi. U faqatgina, demak, nomzodni uyini borib o'rganadi, nomzodni uyini o'rganish bo'yicha dalolatnoma tuzadi va o'zini xulosasini beradi. Qarindoshlar bilan ko'rishish maqsadga muvofiqligi haqida. Va mana shu xulosa aslida vasiylik va homiylik organini majoziy ma'nosidagi qarori hisoblanadi. Haqiqatda amaliyotda o'zimiz ham bir ikkilanib qolgan joylarimiz bo'ldi, chunki
Samarqand shahrida fuqarolik sudi haqiqatda yo'q qaror berasan deb talab qilib olgan joylar bo'ldi. Lekin shu kezida aytib o'tish kerakki, fuqarolik sudlari yangicha o'zida qaysidir bir yondashuvni qo'llayotgan bo'lsa-da, Oila kodeksidagi 77-modda bu majoziy ma'noda vasiylik va homiylik organi hal qiladi degan mazmun aslida u yerda ketgan va sudlarga xulosani berish yetarli. Dalolatnoma ham kerakmi? Marhamat, dalolatnoma. Lekin sudga aslida to'liq atroflicha bayon etilgan xulosani o'zi yetarli. Bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'basi tomonidan beriladigan. Endi Arnasoy tumanida demak buvalar Samarqand shahrida bola va ona yashayapti. Adasi Arnasoy tumanida, amaki xola buvalari, amaki amma demak Arnasoy tumanida. Demak, Arnasoy tumani mana shu ko'rishmoqchi bo'lgan buva, ada uyini o'rganadi, sharoitini biladi. Buvasi sudlanmagan, narkologiyada ro'yxatda turmaydi, ruhiy kasallikda ro'yxatda turmaydi, sog'lom. Mahalladan so'rab surishtirdim. Janjalkash insonlamas ekan. Uyga kelsa, uyda kalavati bor ekan, bola uchun o'ynaydigan o'yinchoqlari bor ekan, erkin yayrab yashnaydigan sharoiti bor ekan va doda buvi bolaga do'stona kayfiyatli, do'stona munosabatli ni o'rganib, tegishli o'sha xulosasini Samarqandga beradi. Samarqand ham onani bilan gaplashadi, onani chaqiradi. Samarqand shahar onaga Oila kodeksida har ikki ota-ona teng kuchli ekanligi huquqlarda va majburiyatlarda, bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunda, konvensiyada va Oila kodeksida har ikki ota-onasi bilan ko'rishishga bo'lgan huquqini, qarindoshlari bilan ko'rishishga bo'lgan huquqini tushuntiradi. Agarda ona bolasiga yomonlikni ravo ko'radigan bo'lsa, demak oyog'ini tirab turaveradi. Lekin shunga qaramasdan Samarqand shahar onani insofga chaqirib va buni nafaqat ma'muriy javobgarligi borligi, agarda keyinchalik sudga beradi, ular baribir sudda ijrosini qilmasa ma'muriy javobgarlik bor baribir degan tushuntirishlarni amalga oshirib, agarda ona shu bolasiga yaxshilik ravo ko'radigan bo'lsa, mayli ko'ndim, xo'p kelishdim deydigan bo'lsa, buvalarni chaqiradi. Ona va buvalar bilan bitta stol atrofida o'tirib, qaysi holatda ko'rishishadi, qanday qilib ko'rishishadi. Buvalar Samarqandga kelsin, onani uyiga kelsin mehmonga yoki bolani Arnasoyga ko'rishishga berib borib turamiz, Shanboda xabari kelib turadi degan o'zaro kelishuvni rasmiylashtirishadi. Kelishuving ham kerak emas, o'sha amakilari ham kerak emas, yo'q ko'rsatmayman deb oyoq tirab oladigan bo'lsa, Samarqand shahar xulosa tayyorlaydi va shu xulosasida sudga keyinchalik masalan bular baribir harakatida to'xtamaydi. Sud qayerda ishni ko'radi? Sud bolani yashash joyi bo'yicha ko'radi. Demak, Samarqand sho'basi fuqarolik sudiga buvalarni qo'llab-quvvatlab, Arnasoy shunaqa xulosa beruvdi. Men o'zim bular bilan o'tirdim, gaplashdim, kelishuvga kelmadi bu odam. Lekin bolani ko'rish huquqi bor degan mazmunda o'zini xulosasini buvalarga beradi. Bu buvalar da'vo arizasini kiritayotganda birato'la sho'bani xulosasini taqdim qiladi. Fuqarolik sudlarida yaqinda o'zim ham fuqarolik sudini bir vakilidan yana amaliyot jarayonida qanaqa, qaysi holat bir-biridan farq qiladi degan bir savolimga aniqlik kiritib oldim. Demak, Oila kodeksining 77-moddasini ijro qilayotganimizda hozirgi holatda da'vogar sudga da'vosini kiritayotganda sho'bani xulosasi bilan birga da'voni kiritadi. Lekin shunaqa holatlar ko'p. Er-xotin ajrashdi, ajrashish arafasida bir-biriga qasdlashyapti. Bolani yashash joyi bo'yicha keyingi tomon da'voni kirityapti. U da'vo kiritayotganda sho'bani xulosasini bermaydi. Ya'ni er-xotin o'rtasida bola talashayotganda xulosani sud ota-onadan biridan da'voni olgandan keyin so'rov xatini jo'natadi. Ya'ni ikki xil mana shu yerda farqlanuvchi holatlar bor.
Rahmat to'liq javobingiz uchun. Dilnoza opa, bu Vazirlar Mahkamasi qarori juda ham katta. Sizni ijtimoiy xodimlar va bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'ba mutaxassislari tomosha qilishadi. Ularga mana shu qarordan kelib chiqib eng mana shu narsalarni qilinglar degan gapingiz bo'lsa, shu narsani aytsangiz yakunlaymiz. Xo'p, o'zi umuman bu 893 sonli qarorda ijtimoiy xodimni roli bu sho'bani roli bu deb ajratilmagan. Bugungi kunda Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining buyruq loyihasi tayyorlangan va bu buyruq loyihasida butun inson jamoasi ijtimoiy xodim nima ish qiladi, rolini chegarasi qayerda, sho'ba nima ish qiladi kabi vazifalar taqsimoti qilingan. Shulardan kelib chiqib men bir umumiy ma'lumotim deylik, bola aniqlanganda ijtimoiy xodim aniqlaganda bu bola ilgari vasiylik homiylikda edi, keyin patronatga va boshqa joylashtirish shakliga berildi. Lekin shu bola farzandlikka berib qo'yildi keyin. Aytib o'tish joizki, farzandlik sir saqlanadigan joylashtirish shakli va bolani qachondir bilgan ijtimoiy xodim albatta keyin uni farzandlikka berilganini bilsa, bilishi shart. Endi oldin shu klient bilan ishlagan bo'lsa, shu nuqtai nazardan bilishi shart, lekin qolgan joylarda bola farzandlikka berilgandan keyin ijtimoiy xodim farzandlik holatlarida umuman aralashmaydi. Chunki sir saqlash tamoyili bor, ikkinchi tomondan jinoiy javobgarlik bor. Kim farzandlikka berilganini oshkor qiladigan bo'lsa, u jinoiy javobgarlikka tortiladi. Jumladan bizning ijtimoiy xodimlar ham o'zi bilmagan holatda bunaqa javobgarlikka tushib qolmasin. Va ikkinchi tomoni, demak, Vazirlar Mahkamasini 3-ilovasi bilan tasdiqlangan nizomda nomzodlar hisobga olinib, keyin oila shakllanganidan keyin monitoring qilish tartibi bor. Vasiylik homiylik organini ichida, demak, ijtimoiy xodimimiz faqatgina vasiy, homiy oilani 3 oyda bir monitoring qiladi. Va bu degani ijtimoiy xodimi o'zi yolg'iz monitoringni amalga oshiradi degani emas. Bolani ijtimoiy himoya qilish sho'basi o'zi joylashtirgan bolasini hayot tarzi qanaqa bo'lyapti, orasori chora o'zi ham borib ko'rib bilib turish kerak. Gaplashtirish kerak. Bolani rangi ro'yi, bolani oila hayotida ehtimol balkim ijtimoiy xodim to'la to'kis monitoring qilmagandir. O'zi ham borib ishonch hosil qilish kerak. Patronat va oilaviy bolalar uyiga berilganda ijtimoiy xodimlarimiz har oy monitoring qiladi va mana shu monitoringni amalga oshirayotganda mahallani xotin-qizlari ham aralashishi mumkin. Milliy gvardiyani ham mana monitoring qilinayotganda oilaviy bolalar uylarimizda ayniqsa roli juda ham muhim, chunki oilaviy bolalar uyida bola xavfsizligini ta'minlash, bolani biror bir to'garaklarga jalb qilishda milliy gvardiyamizning juda kuchli bir resurs sifatida albatta ko'magi muhim. Demak, bu tutingan oilaga berilganda ham bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'balarimiz ijtimoiy xodim bilan ora-chora o'zi ham kirib xabardor bo'lib turishi kerak. Demak, hali aytganimdek, farzandlik holatida ijtimoiy xodimlarimiz aralashmaydi. Endi bu Vazirlar Mahkamasi qarori bilan yoshlarga hamrohlik dasturlari belgilangan. Yoshlarga hamrohlik dasturlari doirasida individual integratsiya rejasi tuzilayotganda ijtimoiy xodim birgalikda hamfikr bo'ladi. Bola bilan birga suhbatlashib, bolani joyiga chiqib baholab, uni ehtiyoj muammolarini, istaklarini aniqlashda ijtimoiy xodimlarimizning roli juda ham katta va reja tuzilib, reja tasdiqlanib, rejani keyinchalik ijrosini amalga oshirishda ham ijtimoiy xodimlarimizning yordami muhim. Va umuman mana shu ijtimoiy xodimlarimiz bu yoshlarimiz bilan ishlayotganda bir e'tibor berishi kerak bo'lgan muhim jihatlari bor. Ayniqsa hozir oliy ta'limda o'qiyotgan yoshlarimizda juda ham ko'plab muammolarga duch kelyapmiz. Bu ham bo'lsa, oliy ta'limga bilamiz, grant asosida o'qishga kirishadi. Minimal ball, ya'ni 57 yoki 67 ball bo'lganmi, mana shu ballni to'plasa bola omadi shu grantga kirib ketadi va endilikda faqat yetim emas, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar ham mana shu imtiyozga ega. Ehtimol balkim bolalarimiz "Ammo o'qishga kirishim aniq, 100% garantiya bilan men o'qishga kiraman" deb ba'zan kurslarni o'qishmaydi. Kurslarni o'qib yoki o'qishga kirgan taqdirda ham keyinchalik qiyinchiliklarga bardosh bergisi kelmaydi.
o'quv yilini 1-semestrdan 2-semestrdan bizaga oliy ta'limdan xatlar kelishi boshlanadi. O'qishga borish kelmayapti, o'qishga borgisi kelmayapti. Men qiynalib qoldim, ishlashim kerak, pul topishim kerak. Ijtimoiy xodimlarimiz mana shunday holatda yoshlar bilan ishlayotganda, o'zi istamadi, shuning uchun borgisi kelmayapti, bormasa bormas deyish kerak emas. Masalan, o'zimiz ham talabalik paytida, endi Xudoga shukr to'la to'kis oilada o'sganmiz. Talabalik paytida ertalab o'qishga borishga erinardik yoki boshqa dars qilishga erinardik. Uyda ota-onamiz turtkilab, senga o'qish kerak, sen o'qishing kerak, kelgusida achinmagin, bolam tur, bor o'qishga bor deb o'zimizni majburlagan edi. Men o'zimiz deganda umuman aytyapman. Mana shu oliy ta'limga kirgan bolalarimiz o'qishga borgisi kelmayotgan ekan deb qo'l siltab qo'yish kerak emas. Ijtimoiy xodimlarimiz xuddi o'zini bolasini ertalab turg'izib, choyini ichirib, majburlab, bolam dono bo'lasan, o'qisang kelgusida seni baland tog'lar kutyapti, bu tog'larga uchib chiqib olasan. Aksincha hozir erinsang, o'qishsiz qolib ketasan degan pand nasihatni qiluvchi hamrohga aylanishi kerak. Va bu xohishini singdirib, ehtimol balkim hozir qanaqadir qiyinchiliklari bor, o'sha qiyinchiliklarni yengishga, shu to'siqlarni olib tashlashga yordam berish kerak. Bu meni bolam, bu meni ertaga zimmamdagi. Albatta o'zi umuman bizni bu ijtimoiy himoya tizimida ishlashimiz bizni zo'r omadimiz, bu savob ish. Ayniqsa ijtimoiy xodimni majburiyatida ko'p emas, 3 ta 4 ta unaqa yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bola bo'lishi mumkin. Bu bolalarni hayotda ertaga oliy ma'lumotli qiladigan bo'lsa, ishga kiradigan salohiyatini oshiradigan bo'lsa, bu juda katta savobi o'zi uchun ham. Endi albatta qonun doirasida bu juda katta majburiyati. Shuning uchun mana shunday holatlarda va yana bitta muhim tomoni, ijtimoiy xodim bu xizmatlar ko'rsatuvchi, lekin xizmat ko'rsatayotganda u har doim dilemma o'rtasida turadi. Unday ish qilsam to'g'rimi yo noto'g'rimi? Men har doim oliy ta'limda dars berganimda ham boshqa paytlarda har doim aytaman, ijtimoiy xodimlarga aytardim. Ijtimoiy xodim mijozi o'rniga qo'yib ko'rish kerak o'zini. Ya'ni refleksiya ko'nikmasi. Shu bolani o'rnida men bo'lganimda qanday o'zimni his qilardim bunday munosabatga, bunday muomalaga? Shu bolani o'rnida bo'lganimda men nimani kutardim, nimani xohlardim? O'zimga nimani ravo ko'rsam, shu bolaga ham shu narsani ravo ko'raman degan bir munosabat bilan har doim o'zini ham tahlil qilish kerak. Bola xohlamadi, ketsa ketaversin degan narsa emas, balkim yo'q, men o'zim uchun kurashganman, bu bolada ham kurashuvchanlikni tarbiyalayman degan refleksiyani har doim o'zidan o'tkazish kerak bo'ladi. Bitta oxirgi savolim, bu narsani mana shu tushunmovchilikni tushuntirib ketishingizni so'radim, chunki ko'p men bu tutingan ota-onalarga dars berayotgan paytimda ota-onalar aytishadiki, sho'ba mutaxassislari bizga farzandlik sir tutilishini aytishdi, biz farzandlarimizga aytsak bo'lmaydimi endi deb aytishadi. Ya'ni sir kimdan tutiladi, shuni tushuntirib o'tib ketsangiz. Bu juda ham nozik masala. Xalqaro amaliyotda farzandlik bu sir tutiladigan joylashtirish shakli. Aksincha qonunchilikda yana bir normalar bor. Bolalarni farzandlikka berish faqatgina bolalar manfaatida yo'l qo'yiladi. Lekin yana boshqa paradoks, bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada, kafolatlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida har bir bola o'zini kelib chiqishini bilishga haqli. O'zini ota-onasini tarbiyasida uni bilib katta bo'lishga haqli. Lekin yana bitta boshqa holat bor. Islom mamlakatlarida hatto konvensiyada bu islom qoidalariga ko'ra kafalaga berish degan norma mavjud. Islomda farzandlik sir saqlanishi degan holat yo'q ekan. Men ilgari xalqaro ekspertlarni har xil endi tadbirlarda fikrini eshitganimda hayron bo'lardim. Endi hali tajribasizman. Islomda farzandlikka berish yo'q deb qat'iy aytishardi. Keyinchalik islomshunos olimlardan ham so'rab surishtirdim bu narsani. Keyinchalik aniqladimki, haqiqatda musulmonchilikda har bir bola o'zini mahramini bilish kerak.
bola o'zini onasi kim, otasi kim, toki kelgusida bola mahramiga uylanib qo'yib turmushga chiqib gunohkor bo'lib qolmasin va xonadonda o'sayotganda mahram nomahramlik qoidalariga rioya qilib katta bo'lsin degan nuqtai nazardan farzandlikka sir saqlash degan narsa yo'q ekan. Lekin bu o'sha oldindan sovet hukumati shakllangan davrlaridan sir saqlash aslida kattalar manfaati uchun o'rnatilgan norma. Bu bola manfaatiga zid. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Endi insoniylik tomonini o'ylasak, tirnoqqa zor bo'lib yashayotgan ota-onalar keyinchalik bu bola mendan ketib qolmasin deb qo'rqib yashashadi. Bu bola meni begonaligimni bilib qolsa keyinchalik meni yomon ko'rib qolib, bu meni katta qilib endi mevasini ko'raman deganimda men bolasiz qolmaydi deb ham qo'rqib yashashadi va albatta ularni ayblash noto'g'ri. Chunki ularni ham baxtli o'zini onalik, otaligini surish, mehnatiga yarasha mahsulini ko'rish huquqi bor, lekin degan joyi bor. Qiziq amaliyot, xabaringiz bor, bugungi kunda Qo'qon, Chinoz, Baxt, Samarqand degan joylarda bu nom bolalarimizni joylashtirish bilan uzviy bog'liqda. Respublika o'quv tarbiya muassasalari bo'lgan. Oxirgisi mana yaqinda Baxtdagi yopildi. Mana shu bolalarni nima uchun bu muassasaga tushgan degan tahlilni amalga oshirganimizda bilasizmi, Qo'qon shahridagi o'quv tarbiya muassasasi yopilishidan oldin o'zim ham 2000 adashmasam 18-19-yillarda o'rganganman. O'sha yerda 260 ta bola tarbiyalangan bo'lsa, 130 tasini o'rganishga ulgurganmiz. 130 tani ichida 9 taga yaqin qiz qachondir baxtli bolaligini yashayotgan paytda qaysidir g'alamiz tanishi sababli san onam otam devatganing san tuqqan ota-onang emas, san yetimchasan, san qayerdan kelib qolding, san bu uyga ega bo'lib qoldingmi degan g'alamiz niyatlar bilan farzandlikka olinganligini sirini oshkor qilgan. Har qanday inson aldovda yashashni xohlamaydi. O'zimizdek odam ham agar bizga kimdir aldab kelayotgan bo'lsa, nima uchun siz meni shuncha paytdan beri aldadingiz, yuzimga haqiqat aytsangiz bo'lmasmidi? Aynan o'smirlik davrida uni butun bolaligidan sir saqlanib kelib, men bu oilani tuqqan bolasi emas ekanman, farzandlikka olingan ekanman degan bolada o'y-xayol, alamzadalik bir tomondan, tabiiyki bu alamzadalikni o'smir yoshida bu bola olov bilan, zahri bilan chiqaradi. Buni oilaga olgan farzandlikka oluvchi shaxs, tarbiyalagan shaxs, ota-ona degan shaxs, ha, sani menga rahmatingmi, men seni shundoq kichkinalikdan katta qildim, qancha qiyinchiliklarni olib ketadi. O'zini bosishi o'rniga shu kichkina bola bilan teng bo'lib, aksincha bolani ozgina parini chiqarsin, ozgina jahlini chiqarsin, vaqt keladi tushuntirsa tushunadi har qanday bola. Chiqib ketar, borib o'zini ota-onasini topar, ota-onasini farqini bilib barib qaytib keladi shu xonadoniga. Muhim siz mehr berdingizmi, mehringizni baribir bu bolani magnitdek tortadi. Yo'q, o'sha farzandlikka olganlar urushadi, talashadi, haqorat, psixologik zo'ravonlik, keyinchalik jismoniy, keyinchalik ayblov, bola shundoq ham alami yonyaptiki, tinch tush o'rniga yana olov ko'tarishadi-da. Ishonasizmi, mana shu Qo'qonga tushib qolgan 9 ta qiz baxtli bolaligini yoshligiga, aqlsizligiga, emotsiyalarini boshqara olmasligi hisobiga yo'qotdi. O'sha bola Qo'qonda tarbiyalanayotganda achinyapti. O'sha payt ota-onam meni urishish kerakmidi, shartmidi? O'zi-ku aybdor. Nimaga meni paytida etmagan? Chinozda o'rganishga olib bordi 23-yil oxirida. Mana shu Chinoz muassasasida 186 ta qiz bo'ladigan bo'lsa, shu qizlarni ichida ham 7 taga yaqini farzandlikka olingan qizlar. Alamzadaligi, tikoniyligi, zaharxandaligi mana shu alamida kuchaygan. Bo'lmasa men oldin unaqa emas edim deydi. Ota-onam o'sha paytda menga to'g'ri tushuntirsa tushunardim-ku deydi. Hozir kechirim so'rayman deydi. Lekin baribir har qanday inson o'zini kelib chiqishini bilishga haqli. Bu uni tuyg'usidan, bu uni istagidan, ehtiyojidan kelib chiqadi.
o'sha bolalar baribir man qiziqaman deydi. Onam qandoq ekan, otam qandoq ekan, yuzaga yetadigan gapim bor deydi. Balkim qiynalib qolgandir, man hozir mana oyoqqa turyapman deydi. Ertaga yordami kerakdir deydi. Ya'ni mana shu farzandlikka berish bilan bog'liq sir saqlash masalasi aslida haqiqatda bola manfaatida emas. Bizda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida keyinchalik man o'zimga ham bir murojaatlar bo'lgan. Man qachondir farzandlikka olingan ekanman, lekin man o'zimni biologik onam, otam kimligini bila olmayapman. Bizda qonunchilikda mana shu bo'shliq bor. Bola keyinchalik farzandlikka olinganligini qay yo'l bilan aniqlaydi, qay yo'l bilan biladi? Ha, bor. Bola keyinchalik farzandlikka olingan bola keyinchalik o'zini kelib chiqishini bilishga haqlilik masalasini prokuratura bilan hal qiladi degan norma bor. Lekin prokuraturada qanday hal qilinadi? Qaysi yo'l bilan? Ona otasidagi ma'lumotlar shaxsga tegishli ma'lumotlar, u ma'lumotlarga foydalanish imkoniyati qanchalik? Keyinchalik orqa tomonlari bor-da. Balkim u qachondir tashlab ketgan ona butun umr vijdon azobida yashayotgandir, qidirmoqchidir, balkim kimdir uni eshigini taqillatib kelishini xohlamas, chunki boshqa bir oilasini qurgandir. Keyinchalik uni oilasini buzib yuborishi mumkin. Mana shu mexanizmlar o'zimiz ham ko'pincha fikr talashib qolamiz. Kerakmi, kerak emasmi farzandlik sir saqlashni oshkor qilish deganga olib kelamiz. Lekin xalqaro hamjamiyatda shunday xos tendensiya bor. Bu fikr kurashi, g'oyalar kurashi har doim bo'lgan, hozir ham bor. Farzandlikni sir saqlash kerakmi yoki yo'qmi? Agar oluvchi shaxs yo'q, men farzandlikni sir saqlamayman, bilsin, kichkinaligidan katta bo'lgungacha bilsin deb o'zi ruxsat bersa, bu boshqa gap. Lekin agarda farzandlik olgan shaxslar yo'q, yopamiz hamma yo'ni, butun informatsiyani yopamiz. Toshkentda edik, Samarqandga ko'chib ketdik, Qoraqalpoqda edik, Xorazmga ko'chib keldik, toki mani yasama qornim yasamaligini bilmasin birov. Xuddi o'zim tuqqanimdek bo'lsin deb bekitib yuradiganlar endi baribir farzandlik olganlar huquqini himoya qilishga majburmiz. Shuning uchun farzandlikka olganlar marhamat, agarda sir saqlashi, yo'q men ochuvchasiga ochaveraman deb o'zi bonk urib baqirsa, o'zi baqiraversin. Lekin bizni sho'balar voy mana shu oila farzandlikka olgan oila deb bonk qilib baqirishga haqli emas. Chunki ajoyib bir holat bo'lganda, bizga bir murojaat bo'lib qoldi. Men o'zim farzandlikka olganman deb o'zi yozyapti, oshkor qilyapti. Qaysi paytga kelib, "Sen men farzandlik olganini oshkor qilyapsan" deyapti. Mana shu paytda o'zingizni himoya qila olmay qolasiz. Men har doim bizni Inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlari strafovkasini xohlayman. Chunki ishda har xil kamchiliklar bo'lishi mumkin. Albatta bolani hayoti bilan kamchilikka yo'l qo'yish kerak emas, lekin bizni xodimlarimiz ham baribir himoyalanganligini har doim his qilib ishlashi kerak. Shuning uchun baribir sir saqlash masalasida farzandlik olgan baqirsa baqiraversin, lekin biz Inson ijtimoiy xizmatlar markazi jim bo'lib farzandlik temasini ko'tarishmasin. Tushunarli. Shu suhbatga kelganingizdan, vaqtingizni ajratib, bilamiz ishlaringiz juda ham ko'p. Ushbu manfaatli suhbatni olib borganingiz uchun sizga katta rahmat. Umid qilamizki, bu ijtimoiy xodimlarga va sho'ba mutaxassislariga ancha o'zlarini ishlaridagi dilemmalarni yechishga yordam beradi deb umid qilamiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.